Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar Dekkan bozorini Anna Germanni to'g'risida joylashgan 5 etajli domimizning 3-etajida 2 xonali kvartiramiz yo'q remontdan chiqqan 100% jihoz bilan joyimiz sotuvga chiqdi. Mestasini umuman gap yo'q, zo'r tochkada joylashgan. Joyimiz yan tarafimiz Qirg'iz yoq bo'yi. Mashina qo'yish uchun parkovkalarga ega. Suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. O'shadan girsak, hurmatli obunachilar, shu do'rimizdagi domda joylashgan. Gaz, suv, svet hamma narsa kelib turibdi. O'qish joyi ham yaqin joyda joylashgan. Meng o'qish joyimiz. Zo'r tochkada, toza domlarda joylashgan, hurmatli obunachilar. Qanaqasi? Ichkari tomonlar bilan ko'rsatib chiqsak. Uch joyimizda joylashgan. Hurmatli obunachilar, mestosi umuman gap yo'q, zo'r tochkada joylashgan. Mashina qo'yish uchun parkovkalarga ega. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Qanaqasi ichkari qismi bilan donishib, ko'rishib chiqsak. Bismillahirrohmanirrohim. 3-etajimiz ham yetib keldik, hurmatli obunachilar. 5 etajga domning 3-etajida. Girish xoti ishlaymiz. Demir yaxshi, sifatli, zamonaviy stilda ishlaymiz. Kalidollarimiz ulu tushgan, oyoq tili mramor doshlarda ishlangan. Ichkari tomonga kiradigan bo'lsak, oyoq tilamiz laminat pol, toza gilamlar to'shalib turibdi. Devorlarimiz yaxshi, sifatli, yuvib, sirib ishlatadigan, eng oxirgi rusumdagi kraskalardan ishlatilgan, oboy ishlatilmagan. Hurmatli obunachilar, kirganimizdan beri rakovinamiz joylashgan. Suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Nafonni ko'rdingiz. 60 120 lik kafelimiz ishlangan. Hamma joyimizda kuxniya partuxlarni sanuzelimizlar. Kelganimizdan beri har xonamiz uchun avtomatlari joylashgan. Xonalari alohida joylashgan. Pataloqlarimiz ajoyib lyustralardan ishlatilgan, davaraklari galogen qo'yilgan ajoyib gipsokardonlardan ishlatilgan. Problemasi yo'q. Yan tarafimiz sanuzel bo'ladi. Yan tarafimiz spannimiz, yan tarafimiz zalimiz kuxnimiz bo'ladi. Umuman problemasi yo'q. Joyimizni remontini boshqasini. Yan tarafimiz sanuzel. Bizlar spannidan boshlaymiz, hurmatli obunachilar. Spannimiz mebel texnikalari bilan 100% hamma narsasi qaladi, toza, odam yashamagan, absolyut toza. Bunda jaluzi pardalarimiz ajoyibundan qo'yilgan. Ikki dona tumishkasi bor, mebel, spannilar ham mo'shni yaxshi, sifatli spanni mebellardan, hurmatli obunachilar. Lyustramiz ajoyibundan asilgan. Mana mebelimiz ajoyibundan tushgan. Joyimiz kvadrat metr 60 kvadrat metr. Yan tarafimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz oyoq tili tupli pol registrlari bor, hurmatli obunachilar. Bu yerda semistitlarni ko'rsak, semistitlar ham oxirgi dizaynda sensorli datchikda ishlatilgan yaxshi semistitlardan qo'yilgan. Aytib o'tganimning 120 ga 60 kafellar yaxshisidan bosilgan edi. Umuman problemasi yo'q. Bu yerda rakovinamiz ajoyibundan shkafli hilasidan ishlangan. Ajoyib, gap yo'q. Suvimiz, gazimiz bor. Uchochklari bu yerga qo'yilgan. Restoranimiz. Hurmatli obunachilar, birma-bir tushuntirib o'tib ketamiz. Tezroq videoni ko'radigan bo'lsangizlar, YouTube shortsina kiring yoki Instagramga kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Bemalol. Bu uzun video bo'ladi. Yan tarafimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham ajoyib, o'zgacha gilamlardan to'shalgan. Devorlarimiz ajoyib, umuman gap yo'q. Lyustramiz ajoyibundan asilgan edi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana konsertlarimiz bor. Ajoyib pardalardan
asılgan ekan. Belə televizorumuz var ekan, hurmatli obunachilar. Bilasa, izi qasa, qo'l izi qalmaydigan ajoyib umuman gap yo'q. Yuvib serib ishlatadigan devorimiz bo'libdi ajoyib. Har narsa galagillari har qaysi har xil bo'lib yonib uchib turadi, hurmatli obunachilar. Har bir detalni ahamiyat etib ishlangan kuvaytiramiz, hurmatli obunachilar. Joyimiz mestasi, remonti, joylashini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yon tarafimiz kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamiz ham ajoyib xonadonliklari, kirmashin, moykamiz, gaz plita, dimoxod, kuxnya mebellari umuman gap bo'lishi mumkin emas. Da patologgacha kuxnya mebel bo'lgan. Mana basdan chiqarib qilaylik, hurmatli obunachilar. Bemalol ajoyib bir kichkina oila hazilib yashaydigan joy bo'ldi. Xonadonliklar ham toza, ochilmagan, odam yashamagan, ishlanmagan narsalar qo'yilgan. Top toza magazindan kelgan to'g'ri, hurmatli obunachilar. Berimiz moykamiz. Ajoyib, umuman gap yo'q. O'zi yapiladigan ishli. Mebelda gap yo'q. Zo'r etib ishlabdilar. Ustalarga rahmat aytib o'tamiz. Toza narsa. Gaz plitalar ham 4 ko'zli ekan. Dimoxodlar ham ajoyib. Bu yon tarafda balkoni joylashgan. Perdalar ham ajoyib. Har xonaniki har turli perdalar, hurmatli obunachilar. Bu yon tarafimiz Katolomasa gap yo'q. Biri reduktori joylashgan, hurmatli obunachilar. Umuman problemasi yo'q, ishlaydi. To'qadiqsa suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Bittadan gazimizni o'chirishga. Hurmatli obunachilar, hozirgi toza domlarda endi bayonona qurilayotgan domlarga gaz berilmaydi. To'qli bo'ladi. Shuni üstü to'qli bo'ladi. Bu gazli, hurmatli obunachilar. Gazimiz bor, svetimiz bor, suvimiz bor. Bundan bayondagi domlara gaz berilmaydi. Bu yon taraf balkon qismi. Aynasi akvayna. Balkonimiz ham kafildan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Mashin qo'yish uchun parkovkalarga ega zo'r mestada joylashgan. Joyimiz zudlik bilan sotiladi. Registrlari joylashgan, hurmatli obunachilar. Lyustramiz ajoyib nasilgan, davariklari galagillar bilan qo'yilgan. Joyimiz 3-etajda 2 xonali 60 kvadrat metr. Joyimiz narxi 570 million so'm. Üstüne yeganda oz-moz qaytib kelishib beriladi. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hammaga shunday joylar olish nasib etsin. To'ylar, tomoshalar o'tirib o'tirish hammaga nasib etsin. Sog' olun, salomat olun.